Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga iymon keltirish. 35-savol. Allohga qanday iymon keltirish kerak? Javob. Alloh azaldan bor bo'lgan yolg'iz ilohdir. Onun bütün kainatını yaratışıda ve onu perviş kılışda hiçbir şerigi yoktur. O, özünün kamali süpetleri bilen hemişe süpetlenip durğucudur. O, barlık ayıp noksan ve kemçiliklerden elbette paktur dep iman etiş gerek. Allah'a iman keltiriş öz içige alıdığan hakikatle. 36. sual. Allah Teala'ga iman keltiriş nimelerini öz içige alıdı? Cevap. Allah Teala'ga iman keltirish tövendiki 4 haqiqatga chin ishinib, e'tiqod qilishni o'z ichiga oladi. 1. Allah Teala'ning azaldan bor ekanligiga chin ishonish. 2. Allah Teala'ning hammani yaratuvchi va hammani idora qiluvchi mutlaq parvardigor ekanligiga chin e'tiqod qilish. Ana shu Alloh sizlarning parvardigoringlardir. Allohdan bo'lak hech ma'budi barhaq yo'qdir. O hamma narsani yaratuvchidir. Onunğa ibadet kılınlar, o her nersige hamidir. 3. Allah Teala'nın yekkigani ilah, birli haqiqi ma'bud ekanligiga chin ishonish. Sizlarning ilahinglar bir ilahdir. Onundan boshqa hech ma'budi barhaq yo'qdir. O nayet shafqatlikdir, nayet mehribondir. 4. Allah Teala'nın ism sifatlariga iman keltirish. Ya'ni Allah Teala Qur'oni Karim yoki Muhammad alayhissalomning hadislari orqali o'ziga mansub qilgan ism sifatlarini o'zgartib o'tmasdan Alloh taolaning olim maqomiga loyiq holda uningga mansub qilish va uni shu ism sifatlar bilan atash. Allohning go'zal ismlari bor. Allohni shu go'zal ismlar bilan atanglar. Allohning ismlarini kaskanmas qo'llanganlarni tark etinglar. Ular oxiratda qilmishlarining jazosini tortadi. 37-savol. Allohga iymon keltirishdan maqsad nima? Javob. Allohga iymon keltirishdan asosli maqsad haqiqatning chaqirig'iga ergashgan holda Allohga e'tiqod va ibodat qilish, inson bo'lib yaralganlik burchini o'tash orqali ikki olamlik baxt saodatni qo'lga keltirishdan iboratdir. Alloh taoloni tonishning vositalari. 38-savol. Alloh taoloni qanday tonig'ili bo'ladi? Javob. Alloh taoloni tonishning vositalari intayin ko'p. Ammo ularni tövendiki ikkiga qisqartib tushundirish mumkin. Biri aql bilan ilm, yana biri Allohning ism va sifatlaridan iborat. 39-savol. Alloh taoloni aql va ilm orqali qanday to'nig'ili bo'ladi? Javob. Insondagi organlarning hech biri bekorga yaratilgan emas. Inson vujudining yetakchisi bo'lgan aqlni alayliq, aqlning vazifasi tafakkur qilish va izlanishdan iborat. Agar inson aqlni ishlatib atrofidagi shaylar ustida fikr yurgizib izlanmaydi ekan, u aqlning vazifasini joriy qildirmagan, hatto bara-bara aqlning rolini tamoman yo'qotgan bo'ladi. Islom dini aqlni bilish ustiga qurilgan bir din bo'lib, uning da'vati faqat aqlliqlarga xitob qiladi. Kishilarni fikr yurgizib izlanishga chaqiradi. Islom dini kishilarni uningga qarg'ularcha e'tiqod qilishni qat'iy rad qiladi. U kishilarni aql ishlatib o'ylab fikr yurgizib, yaxshi tushunib, ondan islom diniga kirishni talab qiladi. Shunga Qur'on Karimda Allohning osmon zaminni va ularning orasidagi go'zal san'atlari ustida o'ylanib, fikr yurgizishni ibodatning javri deb qaralganlikdan, uningga intayin ko'p savob berilganligi va'da qilingan. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga xitob qilib mundaq degan: "Aytqinki, osmonlardagi va zamindagi narsalarni ko'zitinglar." Bu oyatdagi ko'zitishdan maqsad Allah'ın kainatdagi ajoyib qudratlari va kamoliga yetgan san'atlari to'g'risida fikr yurgizish orqali Allohni tonishdir. Alloh sizlarni onanglarning qornidan hech narsani bilmaydigan holatinglar bilan chiqadi. Alloh sizlarga shukr qilsin deb quloq, ko'z va yuraklarni ato qildi. Alloh taolo koinotdagi o'zining qudratiga dalolat qiladigan alomatlardan ibrat olmaganlar haqida mundaq deydi: Ular ziminda sayr qilmadimi? Shuning bilan ular tushunadigan dillarga yoki anglaydigan quloqlarga ega bo'lmadimi? Haqiqatan ko'zlar ko'rinmaydi, lekin ko'krakdagi qalblar ko'rdir. 40-savol. Quloq, ko'z va dilning vazifasi nima? Javob.
Allah insondagi quloq, ko'z va yurak qatorliq organlarning bekorga yaratilmaganligi haqida mundoq deydi. Quloq, ko'z, dil ya'ni sezgi a'zolarining qilmishlari ustida savol so'roq qilinadi. Demak, quloq, ko'z, qalb qatorliq sezgi a'zolarining inson uchun qiladigan xizmatlari ko'p. Allohning oldidagi mas'uliyati og'ir bo'lganlikdan bu a'zolar Qur'oni Karimda ko'p tilga ilingan. Chunki inson quloqi bilan Allohning kalomini va payg'ambar alayhissalomning hadislarini anglaydi. Ko'z bilan Allohning koinotdagi go'zal san'atlarini, uning borligi va birligini namoyon qiladigan turli alomatlarni ko'rdi. Ko'rgan va anglagan haqiqatlarga qalbi bilan ishinib, Allohga iymon etdi. Yuqorqi 3 a'zoni ishiltish faqat aqlning vositasi bilan bo'ladi. Aql o'z yo'lida ishlatilgandila, yuqorqi 3 a'zomi o'z vazifalarini ado qila oladi. Aqlning vazifasi va uning islom dinidagi o'rni. 41-savol. Aqlning islom dinidagi o'rni nima? Javob. Alloh taoloni tonishning vositasi bo'lgan aqlni Alloh taolo Qur'oni Karimda 50 o'rinda, aql egillarini 10 o'rinda maqtagan. Allohning borligi va birligini ko'rsatadigan koinotdagi turli alomatlar bayon qilingan ko'plagan oyatlarning oxirlarini tushunadigan qavm uchun Allohning borligi va birligiga dalolat qiladigan alomatlarni bayon qildik. Aql ishlatib tushunmamsizlar va ibrat elinglar ey aql egilari deganga o'xshash jumlalar bilan tugatgan. Insonning asli tabiati uni Allohga boshlaydi. Insonniki bu xil tabiat yoki qobiliyat yolg'iz vijdonda emas, yoki yolg'iz aqlli emas, balki u vijdon bilan aqlning birikishidir. Aql yolg'iz o'zini Allohga iymon keltirishni tabiiy zaruriyat deb biladi. Inson aqli shundaqki, u hech o'qimasdan va o'rganmasdan eng avval sabablar qonuniga, ya'ni hech narsaning sababsiz vujudga kelmaydiganligiga va har qanday bir san'atning, bir san'atkorning mehnati orqali borliq keladiganligiga ishonadi. Sababsiz bir shayning vujudga kelishiga ishonmaydi. İlim-fan va madaniyatdan yiroq yashagan sahrolik bir odam Alloh to'g'riliq so'ralganida sabablar qonunini qo'llanib, o'zining tug'ma qobiliyati bilan mundoq deb javob bergan ekan. Qumliqdagi to'gi izi bu joydan to'gining o'tganligiga, uloq izlari bu joydan karvonlarning o'tganligiga ishorat qiladi. Yulduzlar bilan qoplangan osmon, qit'alar va turli yo'llar bilan kengaygan zamin va to'lqinlarni o'z ichiga olgan dengizlar ularni yaratgan yakka-yagona zot Allohga qandoqmi dalolat qilmasin? Dunyoda hech kim o'zi yo'q narsa biror ish qilolmaydi. Din iborat aqliy prinsipni inkor qilolmaydi. Biz bu aqliy prinsipni tatbiqlaydigan bo'lsak, tuvandagi natijaga erishamiz. Bu poyonsiz koinotda har lahzada millionlagan yangiliklar, hodisalar va voqealar yuz berib turadi. Oddisi minglarcha jonliq o'lib, yana minglarchasi hayotga yangidan ko'z ochib turadi. Bizning aqlimiz shundoq jazm qiladiki, har qanday hodisaning bir paydo bo'lg'uchisi va har qanday bir san'atning bir san'atkori bo'lganidek, olamning yaratuvchisi va idora qiluvchisi bordir. U bo'lsa-mu Allohdir. Chunki o'zi yo'q narsa bir narsani paydo qilolmaydi-da. Yoki ular yaratuvchisiz yaratilganmi? Yoki ular o'zlari yaratuvchilarmi? Yo'lda ketayotgan avtomobilni yiroqdan ko'zatgan har qanday odam uning to'xtash ishoratlarida to'xtab, qatnash zich yo'llarda va tor ko'chalarda bir narsaga urilib ketmasdan qoida bo'yicha ketib borganligini ko'rib, uning ichida cho'qim salohiyatli bir shofirning borligini jazm qiladi. Chunki avtomobilning shofirsiz yurmaydiganligini aniq biladi. Xuddi shuningdek, quyosh, oy, zamin va boshqa planetlarning belgilangan sistemi bo'yicha intizomli holda harakat qilayotganligi, kecha bilan kunduz va fasllarning bu to'g'ri harakatlar orqasida o'z vaqtida almishib turayotganligini bilgan har qanday odam bu koinotni boshqarib va harakatlantirib turadigan ilmiy hikmatlik va kuch-quvvatli bir zotning borligini cho'qim jazm qiladi emasmi? O'zi yo'q narsa bir ish qilolmaydi deydigan aqliy qoida bo'yicha aytgandimi, agar Alloh mavjud bo'lmagan bo'lsa edi, yuqorqilarning bor bo'lishi mumkinmidi? Koinot va uningdagi barliq shaylarning mavjud bo'lib turganligi Alloh taolaning mavjudligining dalili emasmi? San'atkorsiz san'at va avtorsiz asar vujudga chiqmaydi deydigan aqliy qoida bo'yicha aytgandimi, koinot va uningdagi jonliq, jonsiz barliq shaylarning borliqqa kelganligi ularni yaratgan Allohning borligiga dalil bo'lmamdi? Allohning sifatlari Allohni tanishning vositasidir. 42-savol.
Allohning sifatlarini qandoq bilgili bo'ladi? Javob. Allohning sifatlarini uning maxluqotlari ustida izlanish, fikr yurgizish va uning payg'ambarlaridan o'rganishdan iborat ikki yo'l bilan bilgili bo'ladi. 43-savol. Allohning sifatlarini uning maxluqotlari ustida fikr yurgizish orqali qandoq bilgili bo'ladi? Javob. San'atkorning ba'zi sifatlarini va mahoratini ko'rsatib beradi deydigan aqliy qoidani har kim yaxshi biladi. Biz bu qoidani tatbiqlab ko'rganimizda tuvandikilarni bila olamiz. San'atdagi o'yimchanlik, san'atkorning hikmatlik ish qiladiganligini, san'atdagi go'zallik, san'atkorning go'zalliklarni yaratishga qodir ekanligini, san'atdagi o'zgachilik, san'atkorning xolig'ini qilishga yetarlik iroda, ilm va kuch-quvvatga ega ekanligini ko'rsatadi va kazalar. Ahvol bundaq ekan, aqli bor har qanday bir odam koinot va uningdagi barcha shay'lar ustida tafakkur qiladigan bo'lsa, albatta bularning yaratquchisi va idora qilguvchisi bo'lgan zot Allohning hikmatlik ish qilguvchi, hammaga qodir, hammani bilguvchi, xohlaganni yaratquvchi, hammani parvash qilguvchi ekanligiga o'xshagan ba'zi sifatlarni va alayidliklarni bilalaydi. Masalan, biz avtomobil to'g'riliq fikr yurgizganimizda, avtomobilning qurilmasi, avtomobilni yasagan injenerning avtomobilga yetarli to'mirlarga va uni munosib shaklda kesadigan hunarga ega va uni chiroyli qurashtirib avtomobil qilishga qodir ekanlik sifatini ko'rsatadi. Avtomobilning aynaklari, avtomobilni yasagan injenerning avtomobilga yetarli aynaklarga va aynaklarni avtomobilning modasiga munosib shaklda kesalaydigan hunarga ega ekanlik sifatini ko'rsatadi. Avtomobildagi butun zapchastlar, avtomobilni yasagan injenerning bu zapchastlarni o'z o'rinlariga o'rlashtira oladigan hunar va tajribaga ega ekanlik sifatini ko'rsatadi. Uningdan boshqa avtomobilning motoridan boshlab uning chiroqlarigacha bo'lgan har bir partiyasi, rangi va modasi, uni yasagan injenerning moyirligi, ustaligi va boshqa ko'plagan sifatlarini ko'rsatadi. Biz bu oddiy bir avtomobil to'g'riliq fikr yurgizish orqali uni yasagan injenerning ba'zi sifatlarini bilib olganimizga o'xshash, Alloh taolaning koinotdagi maxluqotlari va go'zal san'atlari ustida fikr yurgizish orqali uning ba'zi sifatlarini toniy olamiz. Masalan, Allohning yaratgan shay'lardagi intayin mukammal o'rinlashtirilgan ajoyib ishlardan birisini bayqaganimizda, Allohning hikmat bilan ish qiladiganlik sifatini toniy olamiz. Quyosh, oy, zimin va ulardan boshqa sayyoralarning harakat sistemasidagi mukammal qonuniyatni bilganimizda, Alloh taolaning har shayini mushundaq mukammal yaratish va bekitishni biladigan, hammaga qodir ekanlik sifatini toniy olamiz. Koinotdagi Alloh taolo bekitgan nizam va sistemalarning nuqsonsiz davom qilayotganligi ustida fikr yurgizganimizda, Alloh taolaning hamisha tirik bo'lg'uchi, hammani idora qilib turg'uvchi va barcha kamchiliklardan pok ekanlik sifatlarini toniy olamiz. Alloh taolaning duolarni ijobat qilganini, hatto qurg'oqchilikdan istisqo, suv so'rash namozi o'qib Allohdan suv tilaganlarga yomg'ir yog'dirib berganidan, uning har qanday duo va munojotlarni anglab turadiganlik sifatini toniy olamiz. Tabiatning odamni hayron qoldirarlik go'zal manzarasini ko'rganimizda, Alloh taolaning shay'larni xohlagancha har xil go'zal shakllarda yaratishiga qodir ekanlik sifatini toniy olamiz. Hayotimizda biror yoki ko'p qitim o'limning eg'iziga kelib qolganimizda, uningdan amon qolganimizni o'ylaganimizda, Alloh taolaning xavf-xatardan saqlag'uvchi ekanlik sifatini toniy olamiz. Hech qanday kasallik tortmasdan yoki biror voqeaga uchirmasdan yotgan yerda o'lib ketgan birovni ko'rganimizda, Alloh taolaning o'ltirishga qodir ekanlik sifatini toniy olamiz. Allohning qurg'oqchilikdan o'lgan zaminni yomg'ir bilan qayta yashartib tirildirganini ko'rganimizda, uning qiyomat kunida o'liklarni tirildiradiganlik sifatini toniy olamiz. Uningdan boshqa koinotdagi har bir maxluqot ustida fikr yurgizganimizda, Alloh taolaning ko'plagan oliy sifatlarini toniy olamiz. Osmonlarda va zaminda Allohga ishonguvchilar uchun uning kamoli qudratini ko'rsatadigan haqiqatan nurg'un dalillar bor. Sizlarning yaratilishinglarda va Alloh zaminda tarqatib etgan jonivorlarda Allohning qudratiga jazman ishonadigan qavm uchun nurg'un dalillar bor. Kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida, Allohning bulutdan yomg'ir yog'dirib, uning bilan rizqlantirib o'lgan zaminni tirildirishida va shamollarning yo'linishini o'zgartib turishida,
tushundigan qavm uchun Allohning birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ana shular Allohning alomatlaridir. Ey Muhammad, uni sana haqliq bilan tilovat qilib beramiz. Kuffarlar Allohni va uning oyatlarini qo'yib, qaysi so'zga ishonadi? 44-savol. Alloh taolaning maxluqotlari ustida tafakkur qilish orqali Allohning hamma sifatlarini tanig'ili bo'lamdi? Javob. Tafakkur orqali Allohning sifatlarining hammasini tanig'ili bo'lmaydi. Xuddi avtomobil to'g'risida tafakkur qilganimizda, mazkur avtomobilni yasagan injenerning avtomobilni yasab chiqishdagi mohirligi, ustunligi va bu sohada yetishgan injener ekanligiga o'xshagan ba'zi sifatlarini taniy olgan bo'lsaqmi, uning bo'yi egizmi yoki pakarmi, u mardmi yoki bexilmi, uning axloqi yaxshimi yoki nacharmi va boshqa sifatlarini bilolmaganimizga o'xshash, Alloh taolaning koinotdagi san'atlari orqali uning barcha sifatlarining hammasini to'liq bilolmaymiz. 45-savol. Allohning maxluqotlari ustida izlanish va tafakkur qilish bilanmi bilolmagan sifatlarini qanday bilamiz? Javob. Allohning maxluqotlari ustida izlanish va tafakkur qilish orqali bilolmagan sifatlarini Qur'oni Karim bilan sahih hadislarga murojaat qilish orqali bilamiz. Allohning Qur'oni Karim va sahih hadislarda bayon qilingan go'zal ismlari va isl sifatlari haqida izlangan va fikr yurgizgan har qanday odam Allohning barcha kamolatlarga ega, naqadar katta va naqadar ulug' zot ekanligini taniydi. Allohni Qur'on va hadislarda kelgan ism sifatlardan tanish. 46-savol. Alloh taolani uning Qur'on va hadislarda kelgan ism sifatlar orqali qanday tanig'ili bo'ladi? Javob. İnsanda 5 hissi a'zo bo'lib, koinotdagi ba'zi moddiy shaylarni shu hissi a'zolari orqali biladi. Masalan, inson shaylarni ko'zi bilan ko'rib, qo'li bilan ovozini anglab, qo'li bilan uni tutib, burni bilan hidini purab va tili bilan ta'mini tetib biladi. İnson bu 5 hissi a'zosi orqali bilolmagan shaylarni ishonchli xabarlar orqali anglab biladi. Masalan, Mekkeni ko'rmagan kishimi uning xabarini anglash orqali Mekkening Saudiya Arabistonida borligiga hech shak qilmaydi. Birinchi va ikkinchi dunyo urushlarini ko'rmagan bo'lsaqmi, bu urushlarning bo'lib o'tganlik xabarini anglash orqali bu urushlarning yuz berganligidan hech shak qilmaymiz. Hissi a'zolar orqali bilolmagan shaylarni yo'q deb inkor qilish qat'iy to'g'ri emas. Masalan, radio to'lqinlari har vaqt har joyda bor. Ammo radio bo'lmasa uni anglag'ili bo'lmaydi. Tok simida tokning borlig'ini ko'rgili bo'lmaydi. Faqat lampushkini uningga chatqandila tokning borlig'ini bilgili bo'ladi. Dunyoda hissi a'zolarimiz orqali bilgili va ko'rgili bo'lmaydigan nurg'un shaylar bor. Hozirgi ilm-fan dunyodagi moddiy shaylarning faqat 3-5%ni ko'z bilan ko'rgili bo'ladiganligini va qolgan 96.5%ni ko'rgili bo'lmaydiganligini isbotladi. Havodan har qachon nafas yeb turamiz. Lekin havoning mohiyatini hissi a'zolarimiz orqali bilolmaymiz. Shuningga o'xshash, inson hissi a'zolari orqali Allohning zotini idrok qila olmaydi. Chunki hissi a'zolar orqali faqat ba'zi moddiy shaylarni bilgili bo'ladi. Holbuki Allohning zoti modda emas. Shunga insonning ko'rish iqtidori cheklik bo'lganligi sababdan u Allohni ko'z bilan ko'rib tanishga qodir bo'lmaganligi uchun Allohni ishonchli xabarlar orqali taniydi. Dunyoda eng ishonchli xabar Qur'oni Karim va sahih hadislarning bergan xabarlaridir. 47-savol. Alloh taolaning ismlarini va sifatlarini bilishning foydasi nima? Javob. Shak shubhisizki, Alloh taolo bandalariga eng avval farz qilgan narsa ularning Allohni bilishidir. İnsanlar Allah'ını haqiqiy ravishda tonigan chaqdala ularning iymoni to'liqlanadi. İbadetlerini to'g'ri yo'sinda ado qila oladi. Alloh taolo bu vaqtda keskin holda Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'qligini bilgin deb buyurgan. Alloh taoloning rahmatining keng ekanligini eslash bandini umidlantiradi. Azobining qattiq ekanligini eslash bandini qo'rqitadi. Barcha ne'matlarning faqat uningdan kelayotganligini eslash bandini uningga shukr qilishga undaydi. 48-savol. Alloh taolaning go'zal ism-sifatlari qaysilar? Javob. Alloh taolaning Qur'on Karimda Allohning go'zal ismlari bor. Allohni shu go'zal ismlar bilan atanglar deb buyurgan. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolaning 100 ismi bor. Kimki uni sanasa jannatga kiradi deb ko'rsatgan. Endi hadisdagi sanasa degan iboraning ma'nosi nima?
hadisdagi sanasa degan ibora tuvandikidek 3 xil ma'noga ishorat qiladi. Birinchi, sonini sanasa va talaffuz qilib o'qisa deganlik bo'lib, tili va qalbi bilan ularni zikr qilganini ifodalaydi. Ikkinchi, ma'nosini tushunib iymon etsa va e'tiqod qilsa degan ma'noni ifodalaydi. Masalan, birov al-Hakim, Allah hikmat bilan ish qilg'uvchidir deb e'tiqod qilsa, u hamma ishlarini Allohga topshirib, ko'nglini orom topqizadi. Chunki butun ishlar Allohning hikmatining taqozosi bo'yicha borliqqa keladi. Birov al-Adil, Allah adolatlikdir deb e'tiqod qilsa, Allohning adolatiga qoyil bo'ladi-da, dunyo va oxiratdagi ishlarda tegishli haqqiga ega bo'la oladiganligiga ishonib, xotirjam bahuzur hayot kechirishga davom qiladi. 3. Allohning ism-sifatlari bilan duo qilish bu ikki turlik bo'lib, birinchisi Allohni madilash va uni yod etish. Ikkinchisi Allohdan hojatini so'rash qatorliqlarmi Allohning ism-sifatlariga amal qilganlik sanaladi. Birinchisi Allohni madilash va uni yod etish. Ikkinchisi Allohdan hojatini so'rash qatorliqlarmi Allohning ism-sifatlariga amal qilganlik sanaladi. Allah Taalaning ism-sifatlari. Allah barcha mavjudotning yagona egasi, ibodatga va bo'ysunishga haqli bo'lgan ilohiy ma'budning ismi. Ar-Rahman Allohning butun maxluqotlari uchun rahmatining kengligi va shamilligiga dalolat qiladigan ism bo'lib, Allohdan boshqasiga ishlatilmaydigan xos ismdir. Ar-Rahim Mu'minlarga bu dunyo va oxiratda rahim shafqat qilguvchi degan ma'noda bo'lib, Allohning mu'minlarni bu dunyoda islomga da'vat qilganligi va oxiratda jannat bilan mukofotlaydiganligi uning rahim sifatining taqozosidir. Al-Affu jazoga haqli bo'lganlardan xoligan kishilarning gunohini, xatoligini kechirguvchi, jazodan afv qilguvchi degan ma'noda. Al-G'affur gunoh qilguvchini rasvo qilmasdan gunohini yo'g'iguvchi va jazodan afv qilguvchi Allohdir. Al-G'affar Allohning bandalarni nihoyatda mag'firat qilguvchi zot ekanligini ifodalaydigan ismi. Ar-Rauf rahmatning va shafqatning kamolati bo'lgan sifat bo'lib, bu dunyoda butun maxluqot uchun umum, oxiratda Allohning mu'min bandalari uchun xos bo'lgan rahmatining eng yuqori ifodasini bildiradigan ism. Al-Halim kuchi yetadigan turib gunohkorlarni oldirab jazolamaydigan, balki tavba qiluvchilarning gunohlarini afv qilib kechirib o'tguvchi Allohdir. At-Tawwab xolgan bandalarini tavba qilishga muvaffaq qiluvchi va tavbalarni qabul qiluvchi Allohdir. As-Satir bandalarining ayiblarini, xatoliklarini, gunohlarini insonlar orasida echib, ularni rasvo qilmasdan yo'g'iguvchi degan ma'noda. Al-G'ani mutlaq tangdossiz kamolatga va tangdossiz qudratga ega bo'lganlikdan bandalardan hech biriga muhtoj bo'lmagan, butun maxluqot uningga muhtoj bo'lgan va uning in'omi, yordami hech qachon to'xtab qolmaydigan zot degan ma'noda. Al-Karim yaxshiliqi ko'p, ata ehsoni mo'l, xolgan bandasiga so'rasin yoki so'ramasin, xolgancha beradigan zot. Al-Akram saxiylikda ata ehson qilishda tangdishi yo'q, yaxshilik faqat uning qo'lida bo'lgan, mu'minlarga o'z fazlidan in'om qiladigan, kofirlarni va osiylarni kechiktirib o'z adolati bilan jazolaydigan zot. Al-Vahhab ko'p berguvchi, badalsiz berguvchi va so'rmasimi ata ehson qilguvchi zot. Al-Javvad hisobsiz berguvchi, bandalarga fazli ehson qilguvchi, mu'minlarga texmi ko'p berguvchi zot. Al-Vadud haqiqiy mu'min bandalarni yaxshi ko'radigan, ularga eng oliy mukofotlarni beradigan, ulardan rozi bo'ladigan va amallarini qabul qiladigan shafqatli zot. Al-Mu'ti xolgan bandasiga yaxshilik xazinalaridan hisobsiz berguvchi, mu'min bandalarga ma'naviy boylikdan texmi ko'p nasiba berguvchi zot. Al-Vasi' yaxshiliqi ko'p, ata ehsoni sonsiz, podshohligi, ulug'ligi, mag'firati keng, shafqati cheksiz zot. Al-Muhsinu zotida, sifatlarida, ismlarda kamoliyatning eng yuqori pallasi bo'lgan, har shay'iga ata ehsonini putib bandalarga hamisha yaxshilik ato qiladigan zot. Ar-Raziqu butun xalqiga rizq berguvchi, maxluqotni rizqlantirishni o'z ustiga olgan zot. Ar-Razzaqu Allohning butun maxluqotlarini hamisha rizqlantirib turadiganligini ifodalaydigan ism.
Chunki Alloh taolo bandalarga ular so'ramasimi rizq berdi. Hatto gunohkorlarga, kuffarlarga rizq berdi. Al-Latif ishlarning va shay'larning inchki taraflarini bilguvchi, hech narsa uningga pinhon qolmaydigan, yaxshiliklarni bandalarga ular his qilmagan shaklda hisobsiz yetkazib beradigan zot. Al-Xabir shay'larning yo'shirin taraflarini, xuddi oshkora taraflarini bilgandek to'liq bilguvchi, ilmi, ma'lumoti hammani o'z ichiga olg'uvchi zot. Al-Fattah yaxshilik xazinalaridan, rahmatidan va rizqdan o'z hikmatining taqozosiga asosan xohlagancha ochadigan va bandalarni ta'minlaydigan zotdir. Al-Alimu shay'larning oshkora va yo'shirin, ichki va tashqi butun taraflarini tafsili va aniq bilguvchi, o'tmish, hozir va kelajakka oid ishlarning hammasini bilguvchi zotdir. Al-Barru bandalarga va jimi maxluqotlarga ata ihson qilishda qo'li keng, berganlarini hech kim sanab bo'lolmaydigan, va'dasida rostchil, bandalarning xatoliklari va gunohlarini kechirguvchi, ularga yordam qilguvchi va qo'g'dug'uvchi zotdir. Al-Hakim har ishni hikmat bilan joyida qilguvchi, qilganlarda hech qanday nuqsonlik yoki ziyodalik bo'lmaydigan zotdir. Al-Hakim bandalarning o'ttirisida adolat bilan hukm qiladigan, hech kimga qilcha haqsizlik qilmaydigan, insonlar orasida adolat mezoni qilib, ulug' Qur'on Karimni tushirgan zotdir. Al-Shokir itoat qilguvchilarni maqtaydigan va sha'nini ko'taradigan, oz amalga ko'p savob beradigan, ne'matga shukr qilguvchilarga dunyo va oxiratda texmi ziyoda qilib beradigan zotdir. Al-Shakur bandalarning oz amallari uning dargohida ko'p bo'lib qabul qilinadigan, mukofotini aslab beradigan zotdir. Alloh bandalarining qilgan shukrlariga savob beradi va ibodatlarini qabul qiladi. Al-Jamil zotida, ism-sifatlarida va butun ishlarda go'zal, barcha go'zalliklarning manbai bo'lgan zotdir. Al-Majid osmonlar va zimindagi mutlaq iftixor, hurmat, izzat va qadr-qimmatga sazobar bo'lgan zotdir. Al-Valiy maxluqotning ishlarini boshqaruvchi, podshohlikni mukammal idora qilguvchi, mu'minlarga yordam va nusrat berguvchi zotdir. Al-Hamid zoti, ism-sifatlari va butun ishlari maqtalg'uvchi, bayoshatliq va qiyinchilik, qattiqlik va xushallik ham holatda madihiya o'qilg'uvchi, maqtashqa, shukr qilishga haqiqiy haqliq bo'lg'uvchi zotdir. Al-Mavla parvishchi, podshoh, xo'jayin, mu'minlarni qo'llag'uvchi va ularga yordam qilg'uvchi zotdir. An-Nasiru yordami bilan xohlagan bandasini qo'llag'uvchi, u yordam berganlarga g'olib kelguvchi bo'lmagan, u xor qilganni izzatli qilguvchi bo'lmagan, hamisha har ishda hammaga g'olib kelguvchi zotdir. As-Sami'u har qanday chaqiriq, munojotlarni, duolarni anglab turg'uvchi, har qanday maxfiy va oshkora ovozlarni anglag'uvchi, duo qilguvchining duosini qabul qilguvchi va tilganlarini berguvchi zotdir. Al-Basiru yo'shirin va oshkora amallardagi butun shay'larni va harakatlarni ko'rib turg'uvchi, har qanday maxfiy narsani mayli cho'ng bo'lsin, mayli kichik bo'lsin, nihoyat aniq va ochiq ko'rguvchi zotdir. Ash-Shahidu bandalarni ko'zatguvchi, o'zining yagona iloh ekanligiga adolat bilan ish qildiganligiga guvoh bo'lguvchi, mu'minlarning rostchilligiga guvohlik berguvchi zotdir. Ar-Raqibu bandalarning oshkora va yo'shirin jimi ishlarini bilib, gap so'zlarini, hatto yo'shirin paranglarini anglab, ularni ko'zitib turg'uvchi, bir lahzada hammani idora qilib, bilib, ko'zitib ulgurguvchi zotdir. Ar-Rafiqu ishlarda, belgilamalarda, taqsimotlarda mehribonlikni oldingi o'rinda qo'yg'uvchi, bandalarga hamisha mehr shafqat bilan muomala qilg'uvchi, ular toqat qilolmaydigan ishlarni taklif qilmaydigan zotdir. Ar-Raqibu ilmi, qudrati va shafqati bilan butun xalqqa, ularning go'ran tomirlaridanmi bak yaqin, mu'minlarga yordami, nusrati va mehribonlik bilan hamisha yaqin turg'uvchi zotdir. Al-Mujibu duo qilg'uvchining duosini, so'rg'uvchining talablarini qabul qilg'uvchi, hikmati va ilmining taqozzosiga asosan xohlagancha berguvchi zotdir. Al-Muqitu rizqlarni va ozuqliqlarni yaratgan,
maxluqotlarga ularni yetkazib berishga kapolatlik qilgan, bandalarni va ularning rizqlarini, ish-harakatlarini nuqsonsiz muhofazat qilib turuvchi zotdir. Al-Hasibu bandalarning din va dunyolik ishlarining hammasiga kifoya qiluvchi, mu'minlarga alayda in'om qiluvchi va ularni qo'g'dug'uvchi, bandalarning dunyoda qilganlarining hisobini olg'uvchi zotdir. Al-Mu'minun payg'ambarlarning va mu'minlarning rostligiga guvoh bo'lg'uvchi, tasdiqlovchi, yaxshi ish qilganlarga qiyomat kunida zulm qilmasdan, kam qilmasdan ajrlarini to'liq berishga kapolatlik qilib, ularni xotirjam qilg'uvchi zotdir. Al-Mannan ata ihsoni bak ko'p, ne'matlari nihoyatda mo'l, bandalarga yaxshiliklari hisobsiz zotdir. At-Tayyibu har qanday bir yetarsizlik yoki ayib nuqsonlardan pok, mutlaq kamolat egisi, bandalarga ata ihsonlari ko'p, faqat haloldan topgan zakot va sadiqalarni, shundaqla yaxshi niyat bilan qilingan amallarni qabul qiladigan zotdir. Ash-Shafi dillarga va tanlarga shifolik berguvchi zotdir. Har qanday bir kasallikning shifosi qo'lida bo'lgan, saqayishini xohlagan kasal uchun davolanish yo'llarini va foydali dorilarni muyassar qilib berguvchi zotdir. Al-Hafiz mu'minlarni va ularning amallarini qo'g'dug'uvchi va butun insonlarni, shundaqla jimi maxluqotni parvish qilib turg'uvchi zotdir. Al-Vakil olamlarni idora qilish ishini o'z ustiga olgan, yaratish va boshqarish ishlarida yagona bo'lg'uvchi, ishlarni uningga topshirgan, itoatman mu'minlarning ishlariga ega bo'lg'uvchi, ularga halol rizq tepish, ibodat va butun hayotlik ishlarida yordam berguvchi va ularning qilgan shukrlari uchun ne'matini ziyoda qilib berguvchi zotdir. Al-Xallaqu Allohning yaratganlarining ko'pligiga dalolat qiladigan ism. Allah hamisha yaratib turdi, yaratquchiligi bilan abadiy sifatlanadi. Al-Xoliqu har narsani tangdossiz, o'rnaksiz holda o'zi yolg'iz yaratquchi zotdir. Al-Bari'u o'zi taqdir qilib belgilaganlarini vujudga chiqarguvchi zotdir. Al-Musavviru har bir maxluqotni o'zining hikmati taqazzo qilgan shaklda shakllantiruvchi va go'zalliklarni yaratuvchi zotdir. Ar-Robbu maxluqotlarning ne'matlari va ata ihsonlari bilan parvish qiluvchi zot. Allah o'zining itoatman mu'min bandalarni maxsus tarbiyalaydi va yetishtiradi. Chunki u yaratuvchi va ega bo'lg'uvchi xo'jayindir. Al-Azim zotida, ism sifatlarida va jimi ishlarda mutlaq kamolat va mutlaq ulug'liqqa ega zot. Shuning uchun bandalarning uni ulug'lashi va qadrlashi farzdir. Shundaqla uning buyruq va cheklamalarini ulug'lash farzdir. Al-Qohiru maxluqotlar ustida hukmronlik qilguvchi, ularni ixtiyori va ixtiyorsiz holda o'ziga bo'ysundiruvchi zotdir. Al-Qahharu bu Alloh taolaning qahr qilguvchi kuch-quvvatga ega ekanligini bildiradigan sifati bo'lib, uning qohir sifatining mukammalligini ifodalaydi. Al-Muhayminu har shayni idora qilguvchi va qo'g'dug'uvchi. Shundaqla uning har tarafini o'z kontrol ostida tutuvchi zotdir. Al-Azizu izzat va qudrat ma'nolarining hammasini o'ziga mujassam qilgan, hech kimga mag'lub bo'lmaydigan, hech kimga hech ishda muhtoj bo'lmaydigan, uning iznisiz hech narsa o'rnidan midirlamaydigan, mislsiz qudrat va kuch egasi bo'lgan zotdir. Al-Jabbaru xohishini amalga oshirishda, bandalarni qahri va hukmronligi ostida tutishda, hammani o'z hukmronligiga bo'ysundirishda mutlaq kuch-quvvatga ega zot. Al-Mutakabbiru har qanday yetarsizlikdan xoli, bandalarga o'xshab qilishdan va ularga haqsizlik qilishdan yiroq. Kattalik va cho'nglik egisi, o'zidan bu kattaligini talashquvchilarning adabini berguvchi zotdir. Al-Kabiru zotida, ism sifatlarida va jimi ish faoliyatlarida katta va ulug'. Hamma uning ulug'ligi va kattaligi oldida kichik va oddiy sanaladigan zot. Al-Hayyu o'zining katta maqomiga loyiq holda hayo egasi bo'lgan zot. Allohning hayosi saxiylik va fazli ihsonini va buyukligini taqozo qiladigan hayodir. Al-Hayy haqiqiy mangulik hayotning egasi, uning yagona manbai, hamisha hayot turadigan, qat'iy o'limga mahkum bo'lmaydigan zot. Al-Qayyum
O'z zoti bilan hamma ishni iroda qilguvchi, maxluqotlarning yordamidan bejat bo'lguvchi va osmonlar ham zimindagi hamma narsani yolg'iz idora qilguvchi, hamma uningga muhtoj bo'lguvchi zotdir. Al-Varisu butun mavjudot yo'qolgandan keyin davom qilguvchi, bu dunyodagi hamma narsa fanilikqa yuz tutgandan keyin hammani o'z dargohiga qaytarguvchi, insonlar erishgan ne'matlarning haqiqiy egisi va hammaning hisobini olguvchi zot. Ad-Dayyanu butun mavjudotni bo'ysundirguvchi va idora qilguvchi, bandalarning qilganlariga mukofot, jazo berguvchi, yaxshilarning yaxshiligiga ko'p savob berguvchi, yomonlik qilganlarni kechirguvchi va qilganlarga ko'ra jazolaguvchi zotdir. Al-Maliku xalqi ustida mutlaq hukmronligi bo'lgan, xohlagan ishga buyurib, xohlagan ishdan to'sadigan, hammani xohlagancha tasarruf qiladigan haqiqiy podshoh. Maliku hammaning egisi, koinotning, insonlarning, pul molning va barcha shaylarning haqiqiy igdorligi qo'lida bo'lgan, igdorchiligi barcha maxluqotlar yo'q qilingan vaqtda davom qiladigan zot. Al-Maliku mutlaq podshohlikqa dalolat qiladigan ism bo'lib, Al-Maliku podshoh so'zidan cho'nqur ma'noga ega. As-Subbuh har qanday ayib va nuqsondan butunlay pok zotdir. Barliq go'zal kamoli sifatlar Allohga mansub. Al-Quddus qaysi bir tarafdan bo'lsin, har qanday bir nuqsonlik va yetarsiliklardan pokdir. Chunki Alloh mutlaq kamoli sifati bilan sifatlangan yegona zotdir. Assalomu ism sifatlarda va butun ishlarda har qanday nuqson va kamchiliklardan xoli. Dunyo va oxiratdagi barliq tinchlik va salomatliklarning manbai bo'lgan zotdir. Al-Haqqu ilohlikda ism sifatlarda haq ekanligida qilchi shak bo'lmagan, uningdan boshqa haqiqiy iloh ma'bud bo'lmagan zot. Al-Mubinu yegona ilohlikda, hikmatlarda va rahmatida ochiq, aniq va oshkora bo'lgan, bandalarga haqqa agishish uchun haq yo'lni ochiq ko'rsatib berguvchi zot. Al-Qaviyyu tangdossiz kuch-quvvatning va mutlaq ixtiyorning yegona egasi bo'lgan zot. Al-Matinu kuch-quvvatda, qudratda eng mahkam, hech qanday ishda charchab qolmaydigan, jafo tortib qolmaydigan zot. Al-Qodiru hammaga kuchi yetadigan, osmon va zaminda hech narsa uni ojizlashtira olmaydigan va xohlagan narsani o'z xohishi bilan vujudga chiqaradigan zot. Al-Qodir Al-Qodiru sifatining eng yuqori ifodasi bo'lib, Allohning mutlaq kuch-quvvat va saltanat egasi ekanligini ta'kidlaydi. Al-Muqaddiru Allohning o'zi taqdir qilgan ishlarni yurgizishda tangdossiz iftixor va kuch-quvvatga ega ekanligini ta'kidlaydigan sifat. Al-Aliyyu hammadan ustun va yuqori degan ma'noda bo'lib, Alloh taolaning zotining, qahri kuchining va sha'nining ustunligini ifodalaydigan sifat. Al-A'la har narsaning hukmronligi u Alloh taolaning qo'lida va uning xohishi ostida ekanligini, uning martaba va ulug'liq jihatda hammadan yuqori va eng ustunligini ifodalaydigan sifat. Al-Muta'alu ulug'ligi va qudrati oldida har narsa xorliq oldiga tushib qoladigan, tangdishi bo'lmagan, balki har narsa va har qanday maxluqot uning tasarrufi, podshohligi va qahri ostida bo'ladigan zotdir. Al-Muqaddamu har narsani o'z xohishi bo'yicha o'rlashtiradigan, ilmi va hikmatining taqozzosiga asosan xalqlardan ba'zisini ba'zisiga ustun va yoki ilgari qiladigan zotdir. Al-Muqavviru shaylardan xohlaganlarni ilgari yoki ustun qiladigan, xohlagan ishni o'z xohishi bo'yicha kechiktiradigan, bandalarni tavba qilsin deb ularning gunohlari sababli jazolashni kechiktiradigan zotdir. Al-Musairu shaylarning qimmatini, o'rnini, darajasini va ta'sirini xohlagancha ko'taradigan yoki kam qiladigan, hikmatiga asosan ba'zi narsalarni qimmatlik va ba'zisini qimmatsiz qiladigan zotdir. Al-Qabitu ajili to'shqanlarning jinini oladigan, ba'zi bandalarni sinash uchun ularning qudratini, kuchini va qobiliyatini, shundaqlar rizqini tor qiladigan zotdir. Al-Basitu rahmati, shafqati bilan ba'zi bandalarning rizqini mo'l, turmushini bayoshat qiladigan, ondan hikmati bo'yicha ularni sinaydigan, tavba qiluvchilarga mag'firat qo'lini sunadigan zotdir. Al-Avvala hech narsa yo'q vaqtdimi bo'lgan, hamma narsa uning yaratishi va ijod qilishi bilan paydo bo'lgan, o'zining boshlanish tarixi bo'lmagan zotdir. Al-Axiru
Her narsa fani bo'lgandimi davom qiladigan, hamma narsa oxiri uning dargohiga qaytadigan, tuganchisi yo'q mangulik boqiy zotdir. Az-Zohiru hammadan ustun, hamma narsaning ustida oshkora bo'lg'uvchi, qudrati namoyon bo'lib turg'uvchi, hammaga homiy va hammani idroq qilg'uvchi zotdir. Al-Batinu ko'zlardan maxfiy, bandalarga ilmi, qudrati, himoyasi va qo'g'dishi jihatdan eng yaqin zotdir. Al-Vitru o'zi yakkigona, ilahlig'ida biror sheriki yoki o'xshishi bo'lmagan, bolaga yoki yordamchiga muhtoj bo'lmagan zotdir. As-Sayyidu maxluqotlari ustida mutlaq hokimiyat egasi, ularning podshohi va yaratquchisi bo'lgan zotdir. As-Samadu hech kimga muhtoj bo'lmagan, xo'jayinligida, maxluqotlari ustida hukmronligida tangdishi bo'lmagan, hamma uningga muhtoj bo'lgan, maxluqotlarni rizqlantiradigan va ulardan rizq kutmaydigan yagona zotdir. Al-Vahidu zotida, ilahligida, jimi sifatlarida, ish faoliyatlarida yagona zotdir. Al-Ahadu butun kamolatlarda yagona bo'lib, o'xshishi bo'lmagan, birligiga e'tiqod qilish, ibodatni uningga xolis qilish zarur bo'lgan tangdoshsiz zot. Alloh taolaning ismlari bilan sifatlari o'rtasidagi farq. 49-savol. Alloh taolaning ismlari bilan sifatlari o'rtasida qanday farqlar bor? Javob. Alloh taolaning ismlari bilan sifatlari o'rtasidagi farq tuvandagi ikki ishda ifodalanadi. Birinchi, Alloh taolaning zotiga va uningdagi sifatlarga vakillik qiladigan har qanday ism Alloh taolaning ismlaridan sanaladi. Masalan, bilguvchi, anglag'uvchi, ko'rguvchi deganga o'xshash. Alloh taolaning zotidagi asl sifatlarni ifodalaydigan har qanday sifat Alloh taolaning sifatlaridan sanaladi. Masalan, hikmat, ilm, ko'rish, anglash deganga o'xshash. Demak, Alloh taolaning ismlari uning zoti va sifatlaridan iborat ikki ishni ifodalaydi. Ammo Alloh taolaning sifatlari faqat uning sifatlarini ifodalaydi. Ikkinchi, Alloh taolaning sifatlari uning ismlaridan ko'p. Uning sifatlaridan ismlari turlanmaydi. Masalan, Alloh taolaning kelish, berish, turish deganga o'xshash sifatlarni ism o'rnida qo'llanib, kaguvchi, bog'uvchi, turg'uvchi degili bo'lmaydi. Chunki Alloh taolaning bunday ismlari yo'q. Shuningdek, Alloh taolaning ish-harakatlaridan ismlari turlanmaydi. Masalan, g'azablanish Alloh taolaning ish-harakatlaridan biri. Ammo uningdan g'azablanguvchi deb ism turlanmaydi. Chunki Alloh taolaning g'azab qilguvchi deydigan ismi yo'q. Alloh taolaning ismlaridan har biri uning zotiga vakillik qilish bilan bir vaqtda uningdagi muayyan bir sifatni ifodalaydi. Masalan, Alloh taolaning Rahman ismining rahmat degan sifatni, ko'rguvchi degan ismining ko'rish degan sifatni, anglag'uvchi degan ismning anglash degan sifatni ifodalaganiga o'xshash. Alloh taolaning sifatlari o'rtasidagi farq. 50-savol. Alloh taolaning sifatlari qanchaga bo'linadi? Javob. Alloh taolaning sifatlari zoti sifat, fe'li sifat deb ikkiga bo'linadi. 51-savol. Alloh taolaning zoti sifatlari qanday sifatlar? Javob. Alloh taolaning zoti sifatlari azaldan Alloh taolaning zotida bo'lgan, hamisha shundoq davom qiladigan sabit sifatlarini ko'rsatadi. Masalan, Alloh taolaning hayot, ilm, qudrat qatorliq doimiy sifatlariga o'xshash. 52-savol. Alloh taolaning fe'li sifatlari qanday sifatlar? Javob. Alloh taolaning fe'li sifatlari asli o'zgarmaydigan, ammo natijasi o'zgarib, yangilanib turgan sifatlarni ko'rsatadi. Masalan, yaratish, rizq berish, kechirish, jazolash qatorliq yangilanib, takrorlanib turadigan sifatlarga o'xshash. Allohning zoti sifatlari. 53-savol. Allohning zoti sifatlari qaysilar? Javob. Allohning zoti sifatlari ko'p. Tuvanda ulardan 8 sifatni bayon qilish bilan kifoyalanamiz. Birinchisi hayyun, hamisha tirik bo'lg'uchi. Ikkinchi alimun, hammani bilguvchi. Uchinchi qodirun, hammaga kuch yetirgan qodir. To'rtinchi muridun, iroda qilg'uvchi. Beshinchi mukavvinun, ijod qilg'uvchi. Oltinchi mutakallimun, so'zliguvchi. Yettinchi sami'un, anglag'uvchi. Sakkizinchi basirun, ko'rguvchi. 54-savol. Allohning tirik ekanligiga qanday iymon keltirish kerak?
Javob: Alloh azaldan tirik bo'lib, u hargiz o'lmaydi. Allohning tirikligi jon va jism bilan bo'lmasdan, balki u o'ziga loyiq sifati bilan tirikdir. Bir Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'qdir. Alloh hamisha tirikdir, hammani idora qilib turg'uchidir. 55-savol. Allohning hammani bilguchi ekanligiga qanday iymon keltirish kerak? Javob: Alloh hammani bilib turg'uchidir. Koinotdagi shaylarning hech biri uning ilmining sirtida emasdir. Allohning bilishi aql va zehn bilan bo'lmasdan, balki u o'ziga loyiq sifati bilan bilguchidir. Alloh hamma narsani bilguchidir. 56-savol. Allohning hammaga qodir ekanligiga qanday iymon keltirish kerak? Javob: Alloh hamma narsaga kuchi yetguchidir. U hech narsadan ojiz kelmaydi. Hech narsa uningga g'olib kelinmaydi. Alloh hamma narsaga qodirdir. 57-savol. Allohning iroda qiluvchi ekanligiga qanday iymon keltirish kerak? Javob: Alloh mutlaq ixtiyor egasi bo'lib, hamma ish Allohning irodasi bilan bo'ladi. Allohning irodasi va xohishsiz hech narsa vujudga chiqmaydi. Alloh xolig'ini qilg'uchidir. 58-savol. Allohning so'zlaguvchi ekanligiga qanday iymon keltirish kerak? Javob: Alloh azaldan so'zlaguvchi bo'lib, Qur'oni Karim Allohning so'zidir. Allohning so'zlishi til va og'iz bilan bo'lmasdan, balki u o'ziga loyiq sifati bilan so'zlaguvchidir. Alloh Musoga bevosita so'z qildi. 59-savol. Allohning ijod qiluvchi ekanligiga qanday iymon keltirish kerak? Javob: Alloh butun maxluqotning paydo qiluvchisidir. Koinot va uningdagi barliq shaylar Allohning yaratishi va ijod qilishi bilan paydo bo'lgandir. Alloh hamma narsani yaratquchidir. 60-savol. Allohning anglag'uvchi ekanligiga qanday iymon keltirish kerak? Javob: Alloh har qanday ovozlarni, duolarni va munojotlarni anglag'uchidir. Allohning anglishi quloq bilan bo'lmasdan, balki u o'ziga loyiq sifati bilan anglag'uchidir. Alloh hammani anglab turg'uchidir, bandalarining ahvolini bilib turg'uchidir. 61-savol. Allohning ko'rguchi ekanligiga qanday iymon keltirish kerak? Javob: Alloh hammani ko'rib turg'uchidir, hatto qorong'u kechada qora tosh ustidagi qora chumolilarning harakatlarini aniq ko'rib turg'uchidir. Alloh bandalarini va ularning hamma ishlarini ko'rib turg'uchidir. Alloh taoloni ko'z bilan ko'gili bo'lmaydi. 62-savol. Alloh taoloni ko'z bilan ko'gili bo'lamdi? Javob: Islom ulamolari Alloh taoloni bu dunyoda ko'gili bo'lmaydiganligini, faqat mu'minlarning uni jannatda ko'radiganligini qarorlashtirgan. Bu kunda saodatmanlarning yuzlari nurliq bo'ladi, ular Parvardigorga qarab turadi.